Cobalt mashinasiga monitor qo'yilyapti. Ovozi tiniq, sifatli chiqsin lekin deyaptilar. Qaranglar, mikrofon monitori tez monitor tanladik. CC3L 464 li 10 dumlisini qo'yaptilar. Monitorimiz tez, originali. Kolonka masalasida Gertz kolonkasidan foydalanyapmiz. Duh komponentga old eshuvga bo'lyapti. Hamda xuddi shu firmaning Uno kolonkasini koeffitsiyentini orqa eshuvga qo'yilyapti. Endi bu monitor, bu kolonkani qo'ygandan keyin ovozi sifatli, tiniq chiqish uchun har doimgidek yana bunaqa Gertz usilitorlardan foydalanamiz. 4 ta kanalli. Shunda mana shu mikrofon kolonkaga ulanadi, ovozi prosta sifat, baland, tiniq chiqarib beradi. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsa, monitorimiz $145. Duh komponentga kolonkamiz $49. Koeffitsiyentli kolonkamiz $35. Usilitorimizni $69 qilib beramiz. Sizlarga ham shunaqa original komplekt kerak bo'lsa, pastda raqamlar qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab bu narsalarni yetkazib berish xizmatlari bizda mavjud.